juda ko'p kontentlar qilganimizda faqat assalomu alaykum deb kifoyalanganmiz, lekin ko'p do'stlarimizning kontentini qarasak, o'zini to'liq ismini, familiyasini tanishtirib boradi. Bu lozimmi, lozim emasmi bilmadim, izohlarda qoldirasiz. Birinchi o'rinda menga obunachilarimga meni taniysizlarmi va qanchadan beri taniysizlar, izohlarda qoldiringlar, bir gaplashamiz. Ana endi o'zim haqimda. Men Jamshid Qurbonovman. Yoshim 44 da. 21 yillik tibbiy tajribaga egaman. 3 ta oliy darajadagi diplom egasiman. Bu foniatriya, otorinolaringologiya va albatta plastik jarrohlik. Va o'zim tibbiyotni shu sohalarni sevib, yaxshi ko'rib, siz kabi muxlislarga yordam berishga intilib kelaman. Qisqacha men haqimda shu. Meni bilgan bilmaganlar uchun ma'lumot. Tanishlarga jo'natib qo'ying.